Imom G'azzoliy harom darajaga yetgan isrofga quyidagicha misol keltirgan ekanlar. Tasavvur qiling dedilar, masalan, qaramog'ida farzandlari bor kishining 100 dinor puli bor. Oilani ehtiyojlarini ta'minlash uchun uni boshqa mablag'i yo'q. Shu odam pulini hammasini to'yga sarflaydigan bo'lsa, bu aniq isrofgardir degan ekanlar. Biz bir kunlik to'ydi deb qaramog'imizdagi qancha farzandlarimizni och nahor qoldirishimiz yoki kiyim boshsiz qoldirishga haqqimiz yo'q. Endi bu ham yetmaganiday haligi qo'limizdagi pulni sarflashlik ham bugun bir eng yaxshi daraja bo'lib qoldi. Balki qarz olib, qarzga botib to'y qilishlik odatga aylanib qoldi. Alloh saqlasin. To'ydan chiqqan odam borki, albatta qarzdor holatda chiqadi. Bu yana ham katta musibat.